Assalomu alaykum hammaga. Bu Alfa Zoom aniqfalar markazi. Men Usmonov Shohrux. Sizlar bilan parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar mavzusini bugun ko'rib chiqamiz. Bu mavzuni misollarini iloji boricha tushunarli va sodda uslubda ishlashga harakat qilaman. Bo'lmasa biz mavzuni boshladik. Xo'p, birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz bu ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tishi. Ya'ni hop, parallel to'g'ri chiziqni chiza olamiz. Bu A dedik, bu B. Bu ikkitasi parallel. Bu parallel belgilanish qoidasi, parallel bo'lgan to'g'ri chiziqlarni belgilanish qoidasi. Hop, uni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tishi. Dedik, ixtiyoriy burchakda kesib o'tiramiz. Hop, bunda ko'rib turibsizki, 8 ta burchak hosil bo'lyapti. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, bizda tashqi almashinuvchi burchaklar, ichki almashinuvchi burchaklar, bir tomonli ichki almashinuvchi burchaklar, bir tomonli tashqi almashinuvchi burchaklarimiz mavjud. Ya'ni u nima degani? Bir tomonli degani, ya'ni faqat bu tomoni yoki bu tomonni haqida gapiradigan bo'ladi. Agar bir tomonli deyotgan bo'lsa, tashqi deganda, ya'ni bular nazarda tutiladi. Tashqi deganda ichkilari esa bu hisoblanadi. 7, 8, 3, 4 hisoblanadi bu ichki burchaklari. Xo'p. Bizda ichki almashinuvchi burchaklari qaysi hisoblanadi? Ichki burchak almashinuvchi burchaklari 3, 4, 7, 8 bu ichki almashinuvchi burchaklar hisoblanadi. Tashqi almashinuvchi burchaklarni bilib turibsizki, 1, 2, 5 va 6 burchaklar bu tashqi almashinuvchi burchaklar hisoblanadi. Ichki bir tomonli bo'ladigan bo'lsa, ichki bir tomonli 4 yoki 8, 7 yoki 3 bu bir tomonli hisoblanadi. Tashqi bir tomonli bo'ladigan bo'lsa, 6 bilan 2 yoki 1 bilan 5 hisoblanadi. Xo'p, bizga keyingi ko'rib o'tadigan narsamiz yana xuddi shu narsa, faqat buni burchaklari ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bizda qoida bor ediki, ya'ni vertikal va qo'shni burchaklar. Dedik, ikkita kesmani kechiramiz. Ya'ni bu yeri alfa bo'lsa, vertikal o'tgan mavzuda o'tdik. Vertikal mana bu yeri ham alfaga teng bo'ladi. Bunga yana bu tomonini beta deb oladigan bo'lsak, bunga vertikal bu yoq bo'ladi va u ham beta hisoblanadi. Hop, bu yerda mana bu yer alfa bo'ladigan bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi. Bu yog'ini beta deb belgilaydigan bo'lsak, bu ham beta bo'ladi. Xo'p, ko'rib turibmizki, mana bu beta burchagi bilan mana bu yerdagi beta burchak teng. Bu yerdagi alfa burchak bilan bu yerdagi alfa burchak teng. Buning uchun yana o'sha narsani qo'yamiz. Bu yog'i beta, bu yog'i alfa. Bo'ldi. Hop, bu parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar. Hop, faqat bundan iborat emas. Yana bizda bor. Bir chizmani misol qilib ko'rsatib ketaman. Qolganlarini misollarda o'zimiz ko'rib chiqamiz. Hop, bu A to'g'ri chiziqimiz bo'lsin. Bu B to'g'ri chiziqimiz bo'lsin. Ikkitasi parallel bo'lsin. Hop, bizda shunday misollarimiz borki, bunday shunaqa. Hammasi teng bo'lmasin. Hop, bu yog'ini A deylik, bu yog'ini B deylik, bu yog'ini C. Bu yog'ini alfa deymiz, bu yog'ini beta. Qoidamiz shundan iboratki, hop, buni qizil rangda qilib olamiz. Qoidalanish uchun strelkalar chiza olamiz. Ya'ni beta burchak bu tomonga qarab turibdi, alfa burchak bu tomonga qarab turibdi.
qolganlari esa A, B, S'larimiz bu tomonga qarama-qarshi tomonga turibdi. Aytamizki, qarama-qarshi, ya'ni strelkalarga qarama-qarshi bo'lgan burchaklarning yig'indisi yana bir qarama-qarshi tomondagi strelkalardagi alfa plus betaga teng. Ya'ni buni formulada yozib ko'rsataman. A plus B plus C teng bo'ladi alfa plus betaga. Qoidamiz bu. Xo'p. Buni yana misollarda ko'rib chiqamiz yaxshiroq. Xo'p. Deylik, yana A B parallel bo'lsin. Xo'p. Bunaqa deylik, bunday bo'laveradi. Xo'p, bu yoqda alfa, beta, fi burchak deylik. Xo'p, bunda qoida shundayki, bizda bu yerdagi hamma burchaklarning yig'indisi bizda 360 ga teng. Buni isbotini ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi alohida. 360 gradusga teng. Hop, biz keyingi tizimga o'tadigan bo'lsak. Keyingi tizimimiz yana bitta burchak qo'shiladi shunga. Ya'ni hop, to'g'ri chizamiz. Ikkitasi parallel bo'lsin. Parallel bo'lsin. Hop. Bunaqa. Deylik. Bunaqa. Bunaqa bo'lsin. Bular tegib turibdi uzr. Hop. Bu yoqda A deymiz, bu yoqda B deymiz, bu yoqda C deymiz, bu yoqda D deymiz. Ixtiyoriy harf bilan belgilasak bo'ladi yoki alfa beta deb belgilasak ham bo'ladi. Hop. Bunga qoida shundayki, har bitta burchak qo'shiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa narsalarni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bizda bu yerda 4 ta burchagimiz turibdi, bu yerda 3 ta bo'libdi. Hop. Har bittasiga 180 dan qo'shilib ketadi. Davom etib 180 dan qo'shilib ketadi. Buni ham isbotini ko'rishingiz mumkin. Hop, alfa bu yerda A plus B plus C plus D teng 540 gradusga. Xo'p, bizda yana bitta qoidamiz borki, bu geometriyaning asosiy qoidalaridan bittasi, ya'ni uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi. Hop, bu yoqni alfa deymiz, bu yoqni beta deymiz, bu yoqni zeta burchak desak. Hop, bizda qoida shundayki, alfa plus beta plus z burchagimiz 180 gradusga teng. Bu geometriyaning asosiy qoidalaridan bittasi desak bo'ladi. Hop, bizda yana qoidamiz bor. Hop, tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng. Ya'ni uch burchakning tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng. Hop, bu yoqni chiza oladigan bo'lsak, bu yoqni, ya'ni alfa, yana bu yoqni beta desak, bu yoqni fi burchagini. Hop, bunga aytsak bo'ladiki, alfa plus beta plus gamma hammasi bir xil bo'lib ketyapti. Hammasi bir xil bo'lib ketyapti. Shu belgilanishlarni o'zgartiraylik. Hop. Bunun uchun F deymiz, hop. C deymiz, Y deymiz. Hop. C plus Y plus F teng 360 gradusga. Albatta buni alohida o'zingiz mustaqil isbotini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hop, bizda yana bittamiz bor. Bu birinchi desak, qanday qilib ajratib chiqsak bo'ladi buni? Buni 1 desak, buni 2 deymiz, buni 3, 4, 5. Hop, 6-qoidamiz. Uzr so'rayman, rasmim chalkashib ketyapti. Hop. Ichki burchaklarning yig'indisi yana alfa deyman. Keling buni yana boshqacharoq harf bilan belgilaylik. Hop. Qana F D
Keyinlar i deb belgilaylik. Hop. Shuni bu yoqqa davom ettiramizda, shuni mana bu yerni ham bitta belgilash kiritaylik. Hop. Uchburchak tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga teng. Ya'ni aytmoqdaki, mana bu ikkitasining yig'indisi mana bunisiga teng deyapti. Ya'ni f plus d teng a ga. Hop, bugungi mavzuyimizga yetarli narsalarimiz. Qolganlarini mavzuda ko'rib chiqamiz misollarida. Mana bu butun mavzuyimiz. Bo'lmasam biz misollarimizni boshladik. Men toqlarni ishlab ketaman. O'zingiz mustaqil juftlarni ishlab ketsangiz bo'ladi. Hop, mavzuni boshida ko'rib o'tdikki, birinchi misolimizda bu yeri alfa bo'lsa, mana bu yer ham alfaligi aniq edi. Ko'rib chiqdik buni mavzuni boshida. Ya'ni hozir alfamiz teng 40 gradusga. Bizda yoyiq burchak bo'lyapti. Ya'ni mana bu kesgan bo'lsa, buni beta deyapti-da, buni alfa deyapti. Biz o'tgan safar yoyiq burchak ko'rib chiqdik. Ya'ni beta plus alfa teng 180 ga. Agar alfamiz 40 bo'ladigan bo'lsa, betamiz teng bo'lyapti 140 gradusga. Betamiz teng 140 gradus. Hop, uchinchi misolimiz. Agar bu yerini zeta deb burchak kiritadigan bo'lsak, bu ham zeta burchak hisoblanadi. Ya'ni bu ham 50 ga teng. Bizda vertikal burchaklarni bilamizki, bu yoq bilan bu yoq teng. Ya'ni beta teng hozir bu yerda. Beta teng 50 gradusga. Hop, bizda ya'ni yoyiq burchak bo'lyapti. Ya'ni beta plus alfa teng 180 gradusga. Hop, alfamiz 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizda alfa teng 130 gradus bo'lyapti. Hop, 5-sonimiz. Bu burchak bilan, mana bu burchak bilan bu burchak teng. Hop, shundan ketarganmiz, ya'ni 2x plus 20 gradus teng 4x ga. Hop, ma'lumlar bir tomonga, noma'lumlar bir tomonga. 2x ni har tomonga o'tkazamiz. 20 gradus teng 2x. X teng 10. Bu yer teng bo'lyapti shunda. 10 qo'yadigan bo'lsak, 20 общий 40 gradus. Hop, demak bu yer ham 40 gradusga teng ekan. Yana yoyiq burchak bo'lyapti. Ya'ni bu yer beta, ya'ni butimizni 4x deb beryapti. Bizda yoyiq burchak qoidasi bor. Ya'ni 40 gradus plus beta teng 180 gradusga. Betamiz teng bo'lyapti 140 gradus. Hop, bizda nima so'ragan ekan? Beta burchak so'rabdi. Biz qo'shimchasiga x ham yo'l-yo'lakka topib ketdik. Hop, bu 6-misol ekan. Hop, bu yerda yaqqol ko'rinib turibdiki, mana bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Hop, shunga ketadigan bo'lsak, 3x teng alfaga. Hop, endi bu yer uchun yana yoyiq burchak qoidasini qo'llaymiz. Ya'ni bu yerimiz alfani aytyaptiki, bu 5x minus 20 gradus. Bu yeri 3x ga teng ekan. Ya'ni mana bu alfani, bu alfani qo'yib yubordim. Bizda umumiy yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng. Ikkalasini qo'shaveramiz. 8x minus 20 gradus teng 180 gradus. Hop, 8x imiz teng. Qo'shaveradigan bo'lsak 200 bo'ladi. X teng hop, 2 qisqartirib olamiz. 100 taqsim 4. 25 gradus ekan. Hop, bizdan nima so'rabdi? Alfa burchak so'rabdi. Hop, alfa burchagimiz, ya'ni bu yerga 3x so'rayapti. Mana bu yerga 3x so'rayapti. X o'rniga qo'yaveramiz. 3 ko'paytirilgan 25. 75 gradus. Hop, bizda keyingi misol 9-soniga keldik. Hop,
bizda nimalardan foydalansak bo'ladi? Hop, bu yerda ko'rib chiqdikki, ya'ni bu yerni alfa burchak deb belgilagan bo'lsak, bizda alfa burchagimiz mana bu gradusga teng. Ya'ni bir tomonli tashqi va bu yeri ichki bo'lib turibdi. Teng. Agar bu yeri beta bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer beta bo'ladigan bo'lsa, hop, bu yer ham beta bo'ladi. Mana bu beta bo'ladi. Hop, bunda nimadan foydalansak bo'ladi? Hop, alfaning qiymati mavjud. Hop. Alfa teng 2x plus 20 gradus. Hop, 4x degan uzr. Yo'q, to'g'ri bo'ldi. Alfamiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, alfa bilan beta teng ekan bu hozir. Alfa teng beta. Chunki mana bu yerda vertikal burchaklarni ko'ryapmiz. Hop, bunda nimani bilamiz? Mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, 2x plus 20 gradusni yoyiq burchak hosil bo'lyapti bizda. Buni ko'rsatib beraman. Hop, mana deb belgilagan bo'lsak, o'timizda aytayaptiki 4x plus 10 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yerni aytayapti bizda alfa burchagimiz, ya'ni 2x plus 20 gradus. Hop, buni ikkitasini qo'shib bo'lsak, 6x plus 30 gradus teng 180 gradusga. Ya'ni yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng. 6x ayiraveradigan bo'lsak 150, ximiz teng. Hop, 2 bo'lib o'ramiz. Birinchi bob 75 taqsim 3. Ya'ni 25 mi? Yo'q. 2 ta 25. Hop. Ximiz 25 bo'ladigan bo'lsa, bizni beta burchagimiz so'rabdi. Ya'ni alfa burchagimizga teng. Beta burchagimiz ham alfa burchagimizga teng. Hop. Buni shu yerdan topib qo'yamiz. Alfa teng 2x plus 20 gradus. Ximiz teng edi 25 gradusga. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 50 plus 20 gradus. Bu ham teng bo'lyapti 70 gradusga. Ya'ni alfa yoki beta burchagimiz 70 gradusga teng. Hop, 11-misolimiz. Hop, buni davom ettirsak ham bo'ladi. Bunday qilib. Ya'ni shunda bizga teng bo'lib qolyapti. Xo'sh. Bu burchagimiz, ya'ni bu burchagimiz teng bo'lib qolyapti. Mana bu burchakka. Mana bu burchakka. Hop, bu burchagimiz teng bo'lib qolyapti. Mana bu burchagimizga. Hop, shundan ketadigan bo'lsak, ya'ni alfamiz teng 2x plus 10 gradus, betamiz teng x plus 10 gradusga. Hop, yana bizga tengni berib qo'yibdi. Ikkita alfamiz teng ekan, 3 ta betaga. Shuni o'rniga qo'yamiz. Ya'ni 2x plus 10 gradus 3 ko'paytirilgan x plus 10 gradusga teng ekan. Hop, qavslarni ochaveramiz va ma'lumlarni bir tomonga alohida o'tkazib olamiz. 4x plus 20 gradus teng 3x plus 30 gradus. X teng 10 gradusga teng bo'lyapti. Bizdan nimani so'rabdi? X qiymatini so'rabdi. X teng 10 gradus. Hop, biz keyingi misolga o'tsak bo'ladi. 13-masala. Hop, ikkita parallel to'g'ri chiziq 3-to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi 84 gradusga teng. Ya'ni ochiq joyga o'tamiz. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar. Ya'ni ichki almashinuvchi burchaklar bizda bu alfa deydigan bo'lsak, buni beta deyapti. Ya'ni ichki almashinuvchi burchaklar. Ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi 84 gradusga teng. Bu burchakni toping. Ya'ni alfa plus betani aytayapti bizga 84 gradusga teng ekan. Hop, biz ko'rinib turibdiki bu yerda, ya'ni mana bu yer bunday qiladigan bo'lsak, bu betaga tengligi ko'rinib turibdi. Hop, yana
biz qarasak vertikal burchak hosil bo'lyapti mana. Bu bilan bu. Ya'ni alfa teng bo'lib qolyapti bettaga. Bo'ldi. O'rniga qo'yaveramiz. Ikkita alfa teng 84 gradus. Alfa teng 24 gradus. Hop, biz beta ham 24 qilib qo'yibman. Xatolik etib qoldim, uzr. 42 gradus. Betamiz ham teng 42 gradusga. Alfa teng betaga. Xo'sh. Ikkita parallel to'g'ri chiziq, uchinchi to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar ayirmasi 80 gradusga teng bo'lsa, bu burchaklarning kattasini toping. Hop, ikkita parallel to'g'ri chizig'imizda uchinchi to'g'ri chiziq kesishuv hosil bo'libdi. Hop, hosil bo'lgan ichki bir tomonli, ya'ni bir tomonli yoki bu tomonida bo'lsin. Uzr. Bunday qiladigan bo'lsak, yoki mana bu yerda bo'lsin deyapti. Deylik, bunday. Buni kamaytirsak ham bo'lar ekan. Hop. Mana bu yerda alfa bo'lsin. Yoki bu beta bo'lsin. Bir tomonda bo'lsa bo'ldi deyapti. Xohlasak bu tomonga o'tkazsak ham bo'ladi. Hozir bu yoqda alfa deymiz, xohlasak bu yerda beta deymiz. Bir tomonda bo'lsa bo'ldi. Shuni aytmoqda bizda. Hop, bir tomonli oladigan bo'lsak, bu yog'ini alfa desak, bu yog'ini beta deymiz. Hop, aytibdiki bizda ichki bir tomonli burchaklar ayirmasi 80 gradusga teng. Ya'ni alfa teng minus beta teng 80 gradusga debdi. Bunda ko'rinib turibdiki, yana o'sha qoidamiz. Bu beta burchak bu yerda ham teng, ya'ni beta burchagimiz bu yerga ham teng. Hop, keyin bizda yoyiq burchak hosil bo'lyapti. Mana bunaqa. Kattasini alfa deydigan bo'lsak, bu yoq beta deymiz. Hop, alfa plus betamiz bizda 180 gradusga. Hop, bu yerda sistema qilsak ham bo'ladi. Buni olib tushamiz. Teng 80 gradus. Buni sistema qiladigan bo'lsak, qo'shaveramiz. Ikkita alfamiz teng 260 gradusga. Alfamiz teng 130 gradusga. Hop, bizda kattasini toping debdimi? Kattasi 130 gradusga teng. Beta bu yerda 50 gradus bo'lyapti. To'g'ri. Hop, 17-chisi ikkita parallel to'g'ri chiziqlarning 3-to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar nisbati teng bu burchaklarning kichigini toping deyapti. Hop. Ikkita parallel to'g'ri chiziq. Uchinchisi kesishibdi. Hosil bo'lgan ichki bir tomonli. Ichki bir tomonli bo'lsin deyapti. Bu yerdan alfa deymiz, bu yerdan beta deymiz. Hop. Ularning nisbati 2:7 ga bo'lsin. Ya'ni xohlasak beta taqsim alfa qilamiz. Alfa taqsim beta qilamiz. Keyin bu burchaklardan kichigini topish uchun ikkitasini solishtirib qo'ysak, kichigini tanlab qo'yamiz. Uning farqi yo'q. Alfa taqsim beta teng 2 taqsim 7. Hop, 7 ta alfamiz teng 2 ta betamizga. Hop, bundan ko'rinib turibdiki, bu beta burchakni bu yerda ham teng. Mana bu yerga ham teng. Ya'ni yoyiq burchak hosil bo'ldi bizda. Hop. Bu yerni alfa deymiz, bu yerni beta deymiz. Alfa plus beta 180 gradusga. Hop, bu yerdan xohlasak betani o'rniga qo'yaveramiz. 7 taqsim 2 alfa. Hop, o'rniga qo'yaveramiz. 7 taqsim 2 alfa plus alfa teng 180 gradusga. Hop, umumiy mahraj beraveradigan bo'lsak, 9 alfa taqsim 2 teng 180 gradusga. Hop, bu yerda bu bilan buni qisqartiramiz. Uzr, ketdi. 80 180 hop 20 alfa teng 40 gradus. Betamizni topadigan bo'lsak, ya'ni 7 taqsim 2 ko'paytirilgan 40 gradus. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak 20 140 gradus bo'lyapti. Ya'ni kattasi bu, kichigi bu. Bizdan kichigini so'rabdi, ya'ni 40 gradusga teng. Hop, 19-misolimiz. Ikkita parallel to'g'ri chiziqning uchinchisi kesishidan hosil bo'lgan ichki bir tomonli, ya'ni bir tomonli bo'lsin debdi. Bu yerda alfa deymiz, bu yerda beta deymiz.
bir tomonli uchburchaklar nisbati, burchaklar nisbati 1 taqsim 2 ga. Ya'ni alfa taqsim beta teng bo'lsa 1 taqsim 2 ga. Teng. Bu burchaklarni kichigini toping. Hop, bu yerda proporsiya qilamiz. 2 ta alfa teng betaga. Yana betani bu yerda tengligini ko'rinib turibdi. Mana bu yer tengligi. Hop, yana yoyiq burchak bo'lyapti. Alfa plus betamiz teng 180 gradusga. Hop, betani o'rniga 2 ta alfani qo'yamiz. 3 alfa teng 180 gradus. Alfa teng 60 gradus. Yoki betamiz teng 120 gradus. Hop, bizda qaysi birini so'ragan bo'lsa, kichigini toping debdi. Ya'ni bizda alfa burchak 60 gradus. Hop, 21-misolga o'tamiz. 21-misolda hop, parallel to'rt chiziqlarni davom ettirib olamiz. O'shanda bizga yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni bizda mana bu burchak bilan ko'rinib turibdiki, mana bu burchagimiz bilan mana bu burchagimiz teng. Ya'ni bu yerlar ham teng ekan. Mana bu belgi degani teng yoki bisektrisa desak ham bo'ladi. Ya'ni bizda общий mana mashinamiz 50 gradusga teng ekan. Ya'ni buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 25 dan to'g'ri keladi. Ya'ni alfamiz teng ekan bu yerda 25 gradusga. 23-chi. Hop, yana o'sha misol. Mana buni davom ettirib olsak, yaxshiroq ko'rinadi. Hop, bu yer bisektrisa ekan, mana bu yer. Hop, bizda burchaklarimiz teng. Ya'ni bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng ko'rinib turibdi. Hop, 4ximiz teng. Hop, bundan 2 ta. Ya'ni bisektrisa bo'lgandan keyin bu ham xuddi shunaqa gradus bo'ladi. Buni ikkitasini qo'shib turib bunga tenglaymiz. 2x plus 40 gradus. 2x teng 40 gradus. Hop, x teng 20 gradus. Ya'ni bizda x so'rabdi. X teng 20 gradus. 25-chisi. Hop, davom ettira olsak, bizga yaxshiroq ko'rinadi. Hop, bizda qaysi burchaklarimiz teng? Xo'sh, mana bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng ekan. Ko'rinib turibdi. Ya'ni bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfaga teng. Mana bu alfa belgilanib qolibdi. Buni beta deymiz. Beta. Hop, bu yer 30 bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham 30. Bu yer ham 30. Shundan ko'rinib turibdiki, uchburchak qoidasi. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Bu yer 30 debdi, bu yer 30 debdi. Bu yerni alfa deb berdi. Mavzuni boshida ko'rdik. Ya'ni uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Alfa plus 30 gradus plus 30 gradus teng 180 gradusga. Alfa plus 60 gradus teng 180 gradus. Alfamiz teng bo'lyapti. Zo'rmantirdan o'qib ketdi. 120 gradusga. Hop, bizda alfani so'rabdi. Alfamiz teng 120 gradusga. Hop, 27-chisi. Hop, buni hozir yana ko'rdik. Ya'ni bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Buni davom ettiradigan bo'lsak, yaxshiroq ko'rinadi. Hop, bizda 30 gradusimiz teng ekan. 2x plus 20 gradusga. Ma'lumlarni bir tomonga, noma'lumlarni bir tomonga o'tkazib olamiz. Hop, 10 gradus. X teng 5 gradus. Hop, ximiz 5 bo'ladigan bo'lsa, bu yerimiz 30 gradusimiz 30 gradus bo'lyapti. Bu yer ham 30 gradus bo'lyapti. Bundan oldingi misolda ko'rib chiqdik. Xuddi shunaqa qiymatlarni bir xil ekan. Uchburchak chizamiz. Hop, bu yerini 30 deymiz. Bu yerini 30 gradus deymiz. Butuni alfa deymiz. Ichki burchaklar yig'indisi, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. 30 gradus plus 30 gradus teng 180 gradus. Hop, alfamiz shunda 120 gradus kelib chiqadi. Bizda alfa plus x so'rabdi. Ya'ni 120 plus ximiz 5 gradusga teng. Qo'shib oladigan bo'lsak 125 gradus. Bizdan so'ragan narsa 125 gradusga teng. Hop, 29-chisi. Xo'sh, bu yerda nimani ko'rsak bo'ladi? Hop, buni mana bu yerdan yana bitta parallel to'g'ri chiziq o'tqizsak bo'ladi. Bizga yaxshiroq ko'rinishi mumkin. Hop,
Bu yeri mana bu yeri bilan bu yeri tengligi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu yerda ham 50 gradus. Hop, bu yoqni 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa 30 graduslik ko'rinib turibdi. Keyin yana tenglik ko'rinyapti. Bu bilan bu teng. Bo'ldi. Alfa teng 30 gradus. Juda ham oson misollar. 31-si. Xo'sh, bunda nimani anglasak bo'ladi. Xo'p, yana bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Ya'ni bu o'tkazayotgan chiziqlarimiz bu ikkita to'g'ri yoki parallel chiziqlarimizga bu ham yana parallel. Xo'p, bizda mana bu yer bilan mana bu yer teng. Faqat yarmi teng. Ya'ni bu yerdan x plus 50 deydigan bo'lsak, qolganini 2x plus 80 gradusdan ayirib tashlaymiz. Ya'ni x plus 30 gradus. Qo'shib o'radigan bo'lsak, yana biz 2x plus 80 ni beryapti. Xo'p, bundan yana ko'rinib turibdiki, mana bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Bo'ldi. X plus 30 gradus teng 60 gradusga. X teng 30 gradus. Bizda x so'rabdi. X'imiz 30 gradusga teng. 33-si. Xo'sh. Mana davom ettirsak yaxshiroq ko'rinadi. Xo'sh. Biz nimani ko'rsak bo'ladi bu yerda? Bu yerimiz 60 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yerimiz 60ligi teng. Mana 60ligi teng. Bu yerini alfa bitta birlashtiramiz. A deymiz. Bizda yoyiq burchak hosil bo'ldi. Ya'ni mana. Hop, yo'tkazamiz. Bu yo'qni A 60 gradus deymiz. Ya'ni yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng edi. Ya'ni A plus A 60 gradus teng 180 gradusga. Ikkita A'imiz teng bo'lyapti 120 gradusga. A'imiz teng bo'lyapti 60 gradusga. Ya'ni A'larimizning qiymati 60 gradus ekan. To'g'ri. 60 gradusga teng ekan. Xo'sh, biz yana nimani ko'rsak bo'ladi? Ya'ni biz mana bu yer alfa deydigan bo'lsak, buni to'g'ri chiziqda davom ettiramiz. Yaqqol ko'rinadi o'shanda. Botimiz alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu qiymatga teng bo'lyapti. Ya'ni bu burchaklar, mana bu burchaklar teng. Ya'ni bizda ikkita 60 gradusimiz alfaga teng bo'lyapti. Alfa teng 2 ko'paytirilgan 60 gradus. Ya'ni alfa teng 120 gradusga. Hop, keyingisi 35-si. Yana xuddi shu misol. Hop. Bu davom ettiradigan bo'lsak, bu burchak bilan mana bu burchak teng. Ya'ni x plus 5 gradus. Xo'p, bu ham 5 sektoriy ekan 20 gradusga teng ekan. 20 gradusga teng ekan. Xo'p, umumiy hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, 180 gradus berish kerak, chunki yana o'sha qaytadan yozaman. Ichki burchak, yoyiq burchakning yig'indisi 180 gradusga teng. 20, bu ham x plus 20, 20, x plus 5 gradus. Umumiysini qo'shadigan bo'lsak, bizga 180 ni berish kerak. Ya'ni x plus 20 plus x plus 20 plus x plus 5 teng 180 ga. Hop, 3x imiz teng bo'lyapti 45 ga. 180. Hop, 3x imiz teng bo'lyapti 135 ga. X imiz teng bo'lyapti. Hop, 45 ga. To'g'ri hisoblanadimi? Hop, 4 to'g'ri. 45 gradusga. Alfani so'rabdi bizga. Hop, ya'ni bizda bu to'g'ri chiziqda davom ettiradigan bo'lsak, bu burchagimiz bilan mana bu burchagimiz teng. Mana bu burchagimiz. Hop, bizda x plus 5 gradus plus x plus 20 gradusimiz teng alfaga. X larni o'rniga qo'yaveramiz. Ikkita 45 imiz 90 gradus plus 5 plus 20 gradus teng alfaga. Bu bo'lyapti bizda 115 gradus. Xo'sh, bu mavzuni boshlab ko'rdik.
Ya'ni bu 360 gradusga teng bu. Mana misolni mavzuni boshiga qaytadigan bo'lsak, mana bu qoidamiz, ya'ni mana bu qoidamiz. Alfa plus beta plus gamma teng 360 gradusga. Hop, qaytamiz. Beribdi bizga x plus 120 gradus plus 130 gradus teng 160 gradusga. X topib olamiz. X plus 250 gradus 160 gradusga teng. Ayiraveradigan bo'lsak 110 gradus. X'imiz 110 gradusga teng. Hop, 39-si. Hop, yana o'sha narsa, ya'ni barcha ichki burchaklar yig'indisi bunda 360 gradusga teng. Barchasini qo'shib olamiz. Hop, x plus 10 gradus plus 3x minus 10 gradus teng bo'lyapti bizda 360 gradusga. 10 lar ketadi bizda. Hop, buni qo'shib oladigan bo'lsak 6x'imiz teng bo'lyapti 160 gradusga. X'imiz teng bo'lyapti 60 gradusga. Hop, 41-si bizda. Hop, mana bunday qilib turib parallel to'g'ri chiziq o'tkazib olsak. Xo'sh, bizda qayerlar teng bo'lyapti? Mana bu yerimiz bilan mana bu yerimiz teng. Mana общий teng. Hop, shunda bizda bu yeri 60 ligi ma'lum bo'lyapti. Chunki общий 110 bo'lishi kerak edi. Hozir 50 ga 60 qo'shadigan bo'lsak 110 beradi. Ya'ni to'g'ri tenglik. Hop, umumiy yoyiq burchakning umumiy gradusi 180 gradusga teng. Bu 110 bo'lib turgani uchun bu yeri 60 ligi emas, 70 ligi ko'rinib turibdi. Hop, bizda mana bu yer alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga teng alfamiz. Ya'ni 70 plus 50 gradus teng alfaga. Alfamiz teng 120 gradusga. 43. Xo'sh, parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Hop, buni nima desak bo'ladi? Xo'sh, bu yerimizni, mana bu yerimizni, ya'ni bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Ya'ni bizda qolgan qismi, ya'ni 50 gradus olib tashlaydigan bo'lsak, bundan 50 gradus, mana bu burchakdan 50 gradus olib tashlaydigan bo'lsak, bizga teng bo'lyapti x plus 30 gradus. Bizda bilamizki yoyiq burchak bo'lib turibdi. Umumiy bizda 180 bo'lishi kerak. Yana bunga bilmas ekanmiz uni. Xo'p, bu yerdan topsak bo'ladi. Ya'ni bu burchagimiz bilan mana bu burchagimiz teng. Ya'ni qolgan qismini topadigan bo'lsak, ya'ni faqat bu qismini topadigan bo'lsak, bizda x plus 20 gradus. Endi o'sha umumiy yoyiq burchakka qo'llasak bo'ladi. Ya'ni x plus 30 plus x plus 20 gradus plus 50 gradus teng bo'ladi 180 gradusga. Ya'ni 2x plus 100 gradus teng 180 gradusga. 2x'imiz teng bo'lyapti 80 gradusga, x'imiz teng bo'lyapti 40 gradusga. X so'rabdi bizda, x teng 40 gradus. Xo'sh, 45-misol. Buni bu masalaga qo'llasak bo'ladi. Mana bu misollarimizga qo'llasak bo'ladi. Mana bu shunga o'xshash. Hozir ko'rsataman buni. Hop. Bundan yana to'g'ri parallel to'g'ri chiziq o'tkazsak, davom ettiradigan bo'lsak, shu parallel to'g'ri chiziq. Hop, bizda mana bu yerda yoyiq burchak bo'lyapti. Ya'ni shuni qolgan qismini topadigan bo'lsak, xuddi o'shanga o'xshash bo'lib qoladi. Ya'ni 180 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 80 gradusligi teng. Hop, bizda yana bu yerdagi ichki burchaklar yig'indisi 360 gradus ga teng edi. Hozir boshida ko'rsatdim. Hop, bizga 80 plus 130 plus alfa 360 gradusga. Alfamiz teng bo'lyapti. Hop, bu 210 gradus 360 gradus. Alfamiz teng
150 gradusga teng bo'lyapti. Biz alfani so'rabdi. Alfa 150 gradus. Xo'sh, 47-masala. Xo'p, yana o'sha narsa parallel to'g'ri davom ettiramiz. Umumiy 180 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu yerni hozir bitta harf bilan kiritib turamiz. Xo'p, buni ko'rsataman sizlarga. Bu yerda a bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i x plus 20 bo'lib turibdi. Bizda yoq burchak bo'lgani uchun 180 gradusga teng. A plus x plus 20 gradus teng 180 gradusga. A burchagimiz teng bo'ladi. 180 160 gradus minus x. A'imiz teng shunda 160 minus x ga. Xo'p, ichki burchaklar yig'indisi yana 180 gradusga teng. 360 gradusga teng. Hop, 160 minus x plus 2x plus 30 gradus plus x plus 50 gradus. Teng bo'ladi 160 gradusga. Hop, bu x lar bilan ketadi. 2ximiz teng. Hop, qo'shsak bu 80, bunga qo'shadigan bo'lsa 240 gradus teng 160 gradusga. Xo'sh, 2ximiz teng bo'ladi. O'tkazib yuboramiz. 120 gradusga, ximiz teng 60 gradusga. Hop, x so'rabdi bizda 60 gradus. Hop, bizda 49-chi. Hop, bu yer 5 aktrisa bo'lib turibdi. Hop, buni topadigan bo'lsak 100 gradus. Xo'sh, bu yerni x gradusda belgilaydigan bo'lsak, uchburchak uchun qo'llaveramiz buni. Ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Hop, 50 bu yoq x. Ya'ni x plus 150 gradus teng 180 gradusga. Hop, ximiz teng bo'lyapti 30 gradusga. Ya'ni bu yer 30 gradusga. Bu yo'q. Hop, endi bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Ya'ni 30 gradus. Qolgani 20 bo'lyapti. Hop, bu 20 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'im alfa bu yoq bilan teng. Ya'ni alfamiz 20 gradus. Hop, 49. 51-misol. Hop, bu yerda tengni beribdi. Proporsiya qilamiz. Teng y ga. Hop, y-imiz 2x ekan. Demak, bu ham 2x ga teng. Xo'sh, bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazib yuboramiz. Bu yerimiz, ya'ni bu burchak bilan bu burchak teng, bu burchak bilan bu burchak teng. Xo'sh, bu yerimiz 2x bo'ladigan bo'lsa, bu yerimiz x. Ya'ni, xo'sh, bu yog'i 105 gradus. Endi uch burchak, ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng degan qoidaga qo'yaveramiz. Hop, bu yog'i umumiy ko'rinib turibdiki 3x bo'ldi. Va bu yog'imiz 105 gradus. Qo'shaveradigan bo'lsak, 5x plus 105 gradus teng 180 gradusga. 5ximiz teng bo'lib turibdi 75 gradusga. Ximiz teng, hop, 25 bo'ladigan bo'lsa 15 ga. Bizda alfani so'rabdi. Ya'ni alfamiz teng 3x ga. 3 ko'paytirilgan ximiz 15 chiqdi. Ya'ni 45 gradusga. To'g'ri. Xo'sh, 53-chi. Hop, A, B va C to'g'ri chiziqlar orasida parallel bo'lganlarini aniqlang. Ya'ni bizda burchaklari teng bo'lib qolishi kerak, qaysidir burchaklar. Ya'ni mana bu yoyiq burchak qilib oladigan bo'lsak, mana bu 60 bo'lib qoldi. Bu yeri 130. Demak, bu bilan bu teng emas, ya'ni bu bilan bu teng bo'lib turibdi. Ya'ni B bilan C'miz parallelligi ko'rinib turibdi, chunki bu 120, bu ham 120, 60, 60. Ya'ni ular parallel. B va C parallel. Xo'sh, 55-misolimiz. Yana shunaqa burchaklari tenglarini topishimiz kerak.
Ya'ni bizda sirasi ko'rinadi. Bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Xo'sh, yana biz topsak bo'ladimi? Hop, buyimiz 80 70. Xo'sh, bo'ldi ekan. Biz faqat bunaqasini ko'rib chiqdik. Bu yoqqa bo'lganlarni ko'rib chiqdik. Bu yerda faqat L2 bilan L3 parallel. Xo'sh, endi biz gorizontalga bo'lganlarni topib chiqamiz. Ya'ni teng bo'lishi kerak o'tda ham burchaklar, qaysi burchaklari. Xo'p. Bizda yana bundan boshqasi yo'q, sababi qolgan graduslar boshqacha bo'ladi. Xo'p, bu yog'i ko'rinib turibdiki 110 gradus. Bu ham 110 gradus. Qolganlari 110 graduslari yo'q. Shuning uchun bizda M1 va M2 parallel bo'lamiz. M1 va M2 parallel. Hop, 67. A va B parallel to'g'ri chiziqlar berilgan. A to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda nuqtalar, hop, B to'g'ri chiziqda esa D nuqta olingan. Agar bo'lsa ni toping. Hop, ikkita parallel to'g'ri chiziq berildi. Ya'ni buni A desak, buni B deymiz. Ko'k rang chizoqlik. A to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda A, B, S. B, S nuqtalar olingan. B to'g'ri chiziqda esa D nuqta olingan. Ya'ni D nuqtani olaylik. Agar A, B, D 70 gradus bo'lsa, ya'ni A, B, D. Hop, bizda o'rtada turgani B ekan. O'shaning uchun bizda mameri 70 gradusga teng ekan. Xo'sh, yana nimani aytayapti? A, S, D. A, D, S. Xo'sh, S burchagimiz 45 gradus ekan. 45 gradus. Xo'sh, bizdan A, D burchagini toping deyapti. Ya'ni A, hop, boshqa rangni yozaylik. B, D, S. Xo'sh, D burchagimiz toping deyapti. Mana bu burchakni toping deyapti. Xo'sh, bunda ko'rinib turibdiki, 3 burchak hosil bo'lib qoldi. Mana bu yerni davom et, ya'ni bu o'ti 110 gradus, ya'ni 3 burchakka hozir chizib ko'rsataman sizlarga. Hop. Bu yog'i 110 gradus, bu yog'i 45 gradus. Bizdan so'rayotgan burchak mana bu burchak. Ichki burchak, 3 burchakning ichki burchaklari yig'ilsa 180 gradusga teng. Ya'ni 110 plus 45 plus alfa teng 180 gradusga. Hop, alfa plus 155 gradusimiz 180 gradusga teng. Alfamiz teng 25 gradusga. Xo'sh, to'g'ri. Javobi to'g'rimi ekan? Xo'sh, 57. To'g'ri. Hop. 59. Ikkita o'tkir burchagi mos tomonlari parallel bo'lib, bu 3 burchaklar yig'indisi 100 gradusga teng bo'lgan bu 3 burchakni toping. Ikkita o'tkir burchagining mos tomonlari ikkita o'tkir burchakning mos tomonlari parallel bo'lib, ya'ni bu yerga parallel deylik. Bu burchaklar yig'indisi, ya'ni buni alfa desak, buni beta deymiz. Alfa plus beta teng bo'libdi 100 gradusga. Ga teng bo'lsa, bu burchakni toping debdi. Xo'sh. Nimani topsak bo'ladi bu yerda? Mos tomonlari parallel ekan. Buni davom ettiradigan bo'lsak, nimadir ko'rinib qolishi mumkin. Xo'p. Yo'q. Mana misol qaytadan ishimizga keling. Juda ishlamadim bu misol. Qanaqa o'zar edi?
Xo'p, aytyaptiki, ikkita o'tkir burchakning bu alfa, bu beta deysiz. Bu burchaklar yig'indisi alfa plus beta teng 100 gradusga deyapti. Hop, bu parallelligini nimani bilib olsak bo'ladi biz? Hop. Hop, 59-misolimiz. Ikkita o'tkir burchagining mos tomonlari parallel bo'lib, bu burchaklar yig'indisi 100 gradusga teng bo'lsa, bu burchakni toping. Hop, ikkita o'tkir burchagimiz bor ekan. Deylik, bitta to'rt chiziq chizib olaylik. Bunday qilamiz. Hop, buni L1, L2 deymiz. L1 parallelga, L2 ga. Mos tomonlari parallel debdi. Hop, bu yeri alfa bo'lsa, bu yerini beta deymiz. Ya'ni alfa plus betamiz 100 gradus ekan. Ko'rinib turibdiki, alfamiz betaga, betamiz alfaga. Ikkita alfamiz teng 100 gradus, alfamiz teng 50 gradus. Shu bilan tamom. Sizlar bilan Alfa Zoom iqtidorli o'quvchilar uchun bo'limini albatta yopiq Telegram kanalimga joylayman. Agar qiziqqan bo'lsa kirib, bemalol misollar javobini ko'rish mumkin. U yerda hammasini ishlab chiqamiz.